albatta bunaqa narsada fikrlar hammasi xolis bo'lishligi uchun bizlardan hech kim olmaydi, men ham olmayman. Shu bolalardan navbati bilan chiqtirib, bolalar o'zlari ko'tarib olaveradi. Bu ish to'rtlarni birdan olamiz, endi o'qiymiz. Bo'ladimi? Tek kishi kelsin. Tek kishi kelsin. Mana, avval ko'rib olinglar hammalaring. Bu yerda umuman belgi yo'q ichida. Hammasi o'rtacha bir xil qilib belgilangan. Bormi? Birinchi sovrinimiz yana to'rt olamiz, bu ikkinchi to'rtalik. O'yinga chiqqanlarimiz oxirgi sovg'alarni. Endi aniq bilmaymiz, qaysini olishni, qaysini olishni bilmaymiz. Aynan shu. Bakal uchun kelmagan bo'lsangiz, niyat katta qilamiz. Xudo xolasa katta chiqadi. Mana ikkitasini. Xullas, birinchi to'rttalik ishtirokchimizni aniqlaymiz. Omadli. Nesa ham bo'ladi? Birinchi omad. Ha. Juda ham chiroyli qilib baylabmiz, ko'z tegmasin. Xudo xolasa qaychi ham yo'q bizda? Tegmadi, sizni oching. Ne ko'rib oching, qariya ko'rib tursin. Qo'lga qo'lga tushsin. Ha, hammalasi bor. Qaychi ham. Birinchi baqa termizning ishtirokchisi boshladik. Qarshiboyeva Matluba. Oramizda bormi yo'qmi? Qarshiboyeva Matluba, Tugalov Rayimqul. Deymi? Rayimqul. Qanday ikkitamiz? Tak. Narziqulova Zamira. Bormi shunaqalar? Nega chiqishmayapti? Men Zamira boshqa anoda ishtirok etyapman. Men umuman yo'q. Narziqulova. Ajiblar shu yo'q. Tak. Mustafa Qulov. Mustafa Qulov. Bormi? Nimaga yo'q? Qarshiboyeva Matluba. Zamira. Demak, to'rtta ishtirokchimiz yo'q. Ularni olamiz, bu sovrinlar o'shalarga kelganda o'zlariga beramiz. Bizda ko'plar yetib kela olmagan. Endi hozirgi to'rtta ishtirokchimizni aniqlaymiz, turlarga kitob qo'yamiz. Boshqa bo'lajak-ki. Endi mana to'rtta o'ynaman. Asta sovg'amiz kattarib boraveradi. Yo'q, ikkita ol. Mana menimcha voy. Chiroyli qo'yib qo'ydik. Tak. Keyingi to'rttaligimiz Rahim va Feruza. Bormi oramizda? Jonzot va Sayyora. Ne o'qidingmi? Jonzot bormi? Bormi? Haydarov Ahror. Haydarov Ahror, Mustafa Qulov, Dilruh. Mustafa Qulov. Bormi? Rahim va Feruza. Haydarov Ahror, Mustafa Qulov, Dilruh va Jonzot va Sayyora. Qolganlar yo'qmi? Qolganlar yo'q. Qolganlar ikkitasinigina o'g'illarni qaysi chiqdi? Kim chiqdi? Rahim va Feruza. Rahim va Feruza. Sizniki qaysi edi? Jonzot. Sayyora? Sayyorami?
To'rtta ishtirokchimiz, lekin bu ajoyib mehmonimiz. Termiz. Termizda. Ana. Ikkita olishni. Avg'anim bu safar o'yinchilarimiz ko'p bo'lgani uchun hamma tayyormi? O'rinboyev Davron. Birinchi bu kelmadi menimcha O'rinboyev Davron. Ishtirokchimiz. Ahmedov G'olib. Bormi? Bor. Abdiyev Safar. Gapirdamizmi? Xatamov Farida, Xatamov. Bormi? Keling hammalari. Davrondan boshqa hammasini bor. Degan sizni tabriklaymiz. Sağ olunlar. Davranın bozulduğundan dolayı blogger dedi. Yakında gazeteye gördüm de. Ben kanısından arkadaşlarım. İştirakçımız. Endi asosiga o'tamiz. Endi nima bo'ladi? O'ynaymiz endi hozir. Endi alohida o'ynaymizmi? Bitta olamiz ekan. Bo'ldimi bu? Ha? Grafin naborlarimiz. Ikkita olamiz. Birdaniga ikkitani o'ynaymiz. Qani kim oladi kecha? Muhabbatlar borsinmi ikkita? Ha, bittasi sen bittasi bor, bitta. Bitta. Olim olish uchun o'zlaringizni bolalardan olyapman. Asosiy ishtirokchilar shu yerda turibdi degan ko'rsatman. Yani oldimizda kelganlar olgani yaxshi, kelmagandan ko'ra o'ynayman. Qodirova Marhaba. O'yig'a bizda. O'tayverani. Kimni o'tayverani? Boyamiz pasvaqtda sizga balandlaymiz. Grafina egasi bo'ldi. Qodirova Marhaba o'tayverani. Bitta yozib olamiz. Ha. Rana qilsa oldingizmi? Rana qo'yib oldim. Buni belgilab qo'yasiz. Keyin so'ramizmi? Boşalır mısın? Siyahımız yerinde çırayla sağlıklarla asırtmaya takdirat degeni yaxshilik. Hozirgi mana bu ajoyib terimizni qizchamiz tanlab berdi. Xudo xolasa mana shu chiroyli naborning egasini xudo xolasa. Xudo yuklamib qo'yganmi hali? Nima qo'yganmi? Pirimqulova Husniddin. Pirimqulov Husniddin. Bormi yo'q boradi? Keladi. Pirimqulov Husniddin. Chiroyli chiroyligimiz nabori bo'ldi. Keling, xatirda chalamiz. Tabriklaymiz. Endi mana bu choynakchamizni u ham menimcha bir xil aniqlaymiz kim ana deydi. Ke bolacha, yegana kelsin yegana. Bugungi chiroyli oltin rangli choynagimizni Qo'shboqov Abdul Hakim. Shundaymi? Kelmaganmi? Orqasidan qarshi olib qo'yamiz. Keyin savollarimiz qattiq bo'lyapti. Nima xudo xolasa? Oldinlarimiz kattarayapti. Qani qo'ying? Ana.
Bugungi chiroyli naborimiz mana bu o'yinlarda endi choychilarimizni yani kim keladi? Bolachalardan kim olmadi? Kim o'zing olasan? Kejalol. Bittasi bor. Bo'ldi, o'zi aniqladi. Xudo xolasa. Yaqinlab kelib o'ynayversalar bo'ladi, bolajonlar hammalaringiz. Mana naborimizning egasi Mustafa Qulov Abdulaziz. Mustafa Qulov kelmagan ekan. Mustafa Qulov Abdulaziz choyligimiz nabori egasi bo'ldi. Tabriklab qo'yamiz hammalarimiz. Keyingi asosiy sovrinlarimiz kim? Qaysi bo'ldi deyishga qoladi? Umid Kamol. 7 ta qopda. Yozmoq keyin o'yinlar. Qaysi? Ana endi mana shu pastdagi hammasi katta sovg'a hisoblanadi. Ana shular hammasini xudo xolasa o'ynaymiz. Katta sovg'amiz. Telefon, televizor, ko'rtuga kir mashina, naryoqda changyut kuch bor, bu yerda mikrofonda o'tirib kech bor. Ana endi katta o'yinimiz boshlandi. 7 kishilardan o'ynaganlar bormi? Kim qo'l ko'tarsa chiqmaganlar? Bir, ikkita, uchta o'chiryapti. Uchta bor. Hozir qolganlar chiqsin. Yana bor mana. Ha. Hali chiqmaganlar bormi? Qani qol. Asosda sovrinlarimiz kattalib, jiddiylashib boryapti. Birinchi choyni neydi? Uchugimizda egasi Usmonova Maftuna. Sizmi? Ana tabriklaymiz. Tabriklardan nima bo'ldingiz? Nasıl bağladınız mı? Ana o sizge qo'shimcha oldu, o'sha avvalgi odam uchun chiroyli qilib davlat beradi. Endi o'ynaymiz. Mikrofonlovka. Bu katta zo'rmi? Telefon oxirida bir qoldi o'ynanadimi? Ha? Nima qoldi ekan? Asosiy qoldi. Bo'ldi, 1-2 3 Pech, pilisos, televizor, kir mashina, telefon, tilla qoldi. Kim oladi? Kim oladi? To'xtab tur, kel yoqqa. Hakka deb yozildi. Kel. Qani kechir. Yo, bo'yalmagan oldingmi chiqib? Ha, yaxshi. Bo'yalgan boribdi. Ha, bu safar mikrofonlovkamizning egasi Mustafa Qulov Dildora. Mustafa Qulov Dildora. Yo'q ekan. Bormi? Mustafa Qulov Dildora. Yanmi? Aydisini aytaylar. Kelmaganmi? Endi nima o'ynaymiz? Pilisos, kir mashina. Hozir nima o'ynaymiz? Pilisosmi hozir? Pilisos o'ynaladi. Pilissos. Chiqaring bu yoqqa pilisosni. Bu yoqqa olib keling. Kir mashina qimmat oladi. Mana sizamiz hozir teng berasiz. Ana endi sovrinlar juda ham ko'ryapti. Pilisoslarni inoq qo'y. Bismillahirrahmanirrahim. Yetkazamiz. Bu safar bilan egasi kim? Ahmedov Mirqoshim. Mirqomil. Ahmedov Mirqomil. Bo'ldi. Bu kishi ham endi kelmasdi. Ahmedov Mirqomil akamni tabriklab qo'yamiz. Orqada ekan sovg'amiz g'olibi. Hamma tabriklaymiz, qizimizga ham rahmat. Chiroyli narsani egasini aniqlab bergan. Kim oladi? Qo'lingizga tashlab qo'yadi. Siz olmadingiz, sen olding. Endi O Jalol. bir mashinamiz o'ynaymiz. Kelinglar. Izzat Xon. Endi kir mashinani egasini topamiz. Ismingiz nima sizning? Jaloliddin, bitta chiroyli ismingiz bor. Bobomizning qahramon bobomizni yana aniqlab bergan insoni Abdug'aniyeva Yulduz. Bormi shunaqasi? Sizmi? Mana, aniqlashni taqdirlashdi. O'z oldimizda o'tiribdi. Tabriklaymiz sizga ham. Abdug'aniyeva. Xohlasangiz, terimlarni qilasangiz bo'ladi. Qo'lingiz aniqsa, bemalol terimlarni qilasizlar. 26
Ana shu narsamiz ham nima edi ismlari? Abdug'ani Yulduz opa. Endi asosiy sovrinlarimiz qoldi. Televizorda o'ynaymiz hozir. Vesodan keyin telefon va oxirgi sovg'amiz, tilla sovg'amizni aniqlaymiz. Xudo xolasa kim chiqib beradi? Kim bitta kesin. Boqamiz keldi. Shu bola kelsin. Orqada bitta faqat kameraga tushib yoradigan bola. Kim qoldi o'zi? Kim qoldi? Oramizda bormi, sizmi? Ismingiz nima? O'zi ayol chiqdi. Yo'ldosh va xilola. Bilamasizmi? Yo'ldosh va xilola bor oramizda? Televizor. Televizor sohibi. Yo'ldosh va xilola. Yo'ldosh va xilola. Yo'qmi bormi? Sizlarda yo'qmi? Televizor sohibi yo'ldosh va xilola nomerlari bor. O'zimizga qo'yamiz. Endi sizdan kelib. Sizdan bormi o'yinda? Sizdan bor-a? O'yinimizda telefon bilan tilla taqinchoq qoldi. Men Abdulazim qo'ydim. Men 3 ta narsa olib, 2 ta YouTube o'ynaysan dedingiz. Qayerga keldim? Hali Bitta yozganingizlar buni? Abdulazim Balbek. Menga 2 ta beruvdilar bizda. Men 12 qoldim. O'rana Balbek Abdulaziz. Bitam chiqdi. Lekin men 12 millionlik narsa olganim 2 ta beraman. Tabiiyki, mana o'zlari Opa, buni chartolmaydi. Bittasini siz bittasini nasib 3 oydan oldingiz. Aqo bittasini 2 tasini beraman. Bo'ldi, shu ikkalasi O'yinimizda ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. nima hozir tushib qoladi. chiqsa chiqadi. O'tayverana Balbek va Abdulaziz uchun chek bergansiz. Endi chek bergansiz. Ikkita qoldi. Qo'yilmagan bu aniqlashtirib ikkita qoldi. Sovrindan ikkita Bittasi 12 oyga chartolma bo'laman debdi. Bittasi 30% berib, chegirmani birinchi kunda 1 yilga qilib, siz o'zingizga 30% to'lab, kamroqdan tushadigan bitta ishtirok etadi, bitta ishtirok etmaydigan. O'shaning hisobi. Ikkitaga o'ynaysizlar deyman. Ikkita qog'oz yog'lab berdim. Sizlarangizga o'ynayaptimi? Sizlar ham o'ynayapsizmi? Bilganmisiz? Topdingiz. Ya'ni boyagidek bo'lmaydi. Nima o'zingizni tanlab topdingiz. Hozir oladigan odam telefonda qoladi, qolgan odam qilmaydi. Kelishdimi? Nima qilaylik? Davom ettirami yo'q? Bu yerda qatnashayotganlar hammasi 12 oyga shartnoma qilganda, to'g'rimi? 12 oyga shartnoma. Bitta shartnoma 12 oyga bo'lgan. O'shaning uchun bittasini qatnashadi. Bittasi 3 oyga bo'ladi. Bu yerda hamma 12 oyga olgan narsasi. Bittasi oldin 30% bu aksiyada qatnashish sharti shunday bo'lganda, hammaga Men tushunmadim. Aniqmi davom ettiramizmi? Davom ettirsangiz Keling bu yoqqa. Aka keling bu yoqqa. Keling o'zingiz keling, sizlar keling. Hozir ikkalamiz olasizlar, kimga qaysi chiqsa o'shani bo'ladi. Birinchi kim oladi? Birinchi olganga oladi. Xullas farqi yo'q. Ochamiz, kimga qaysi chiqsa o'sha ikkita qoldi. Kelishdimi? Bittasini olasizlar. Final, ketdi. Ikkita qoldi. Ikkalasi farqi yo'q. Ikkalasi qaysisi o'sha qo'lni o'tkazishadi. Ikkalasi o'zinikini oladi, qaysini olsa o'sha o'ziniki bo'ladi. Shundaymi? 2 kishi qoldi. Bu kishinikini olsangiz menga bo'ladi. Farqi yo'q, shunda ochasiz. Nima chiqsa sizniki bo'ladi. Shundaymi? Omad. Nima chiqsa sizniki bo'ladi.
Hozir nimani o'ynayapsiz? To'xtang, bu yerda. To'xtang. Yo'q, demoqchiman, bu yerda men ana yutib qo'yilgan deb o'ylayapman. O'zi ism qo'yilgan bu yerda, ism qo'yilgan. Bu ekam sal charchabdi. Men ism qo'yilganini adashdim. Bo'ldi, kelib bola. Kichkina seniki. Bittasini bo'ldi. Mana shu telefon egasi ichida qolgan pullar. Ikkita ishtirokchimiz qoldi. Tabriklaymiz, qartak chalamiz. Telefonimizning egasi albatta siz emas, Shavkat Qodirov. Sizmi? O'zi niyatingizni bilingizmi? Ana o'zi boya niyat katta qilyapti aytmadingiz. O'sha niyatimizni qoldirib to'xtab turing. Endi xudo xolasa. Sizniki yo'q. Sizniki pardon. Tak, Bolbekov. Abdulaziz. Umirov. Ben bir maaşımı kiralamıştım ben. Tabriklaymiz. Abdulaziz. Kimdir ekta yo'q diyordu. Kelin kızım bak koraman. Tabriklaymiz. Bitta qarta chaylar. O'zi qo'liga tanlab keldi. Abdulaziz. Mana shu pullar uchun ham yana boshqa sovrin olishga majbur bo'ladi bu kishi. Tabriklaymiz. Ko'rdim-da o'zim. Ana azizlar, o'yinimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hamma ishtirokchilarni tabriklaymiz. Omadlaringiz bersin. Bizni Telegram, Instagram obuna bo'lsalaringiz bizdan yangi kuchlarimiz bo'ladi. Yo'q, ular ko'z to'g'ri edi. Qoching endi. Endi qoching.